emasku. Mehr ko'zda ko'rsatuv mana bugun Sharshara Gardenga kelganmiz. G'ofur bobo afganets. Mana kelinimiz barakasini bersin, shu rizqimiz qo'shilgan ekan. Dengiz tubida bo'lsa ham joying bir xona bilan rizqni yetkazib Xudoying deb. G'ofur bobo mana kelinga atalgan sovg'alar bor ekan. Yaxshi niyat 8 ga. Rahmat katta. Ajoyib ekan, rahmat kattakon. Mana bu sizga 8-marta. Rahmat kattakon. Rahmat. Allohim sizlarga. Mana sizga rahmat. Rahmat kattakon. tabriklaymiz. Sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Rahmat kattakon. Mana shakangiz bo'shib. Yo bilan sog' salomat bo'linglar. Niyat so'ra huzur ko'ringlar. Rahmat. Xayrli xizmatda bo'ling. Xudolar xizmatda bo'linglar. Rahmat. Doim ishingizga muvaffaqiyat, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana shu afg'on do'stlarimiz nomidan sizga muvaffaqiyat. Mana ishlaringizga sog' salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Doim bu ishlaringiz o'yindan kelsin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Efirda Alisher Usmonov, G'ofur bobo afganets, Shava Peterskiy, Sharshara Garden. Uro keldimiz. Sog' bo'ylasam o'shlaylar. Sizlar rahmat. Boshqasi ko'pga yetdi. Barib Yaqinlarda oila a'zolari. Rahmat kattakon. Sizlar sizga bir umr eslarga qo'yadi. Hali bunaqasi bo'lmagan. bu nachalo, Bunaqasi bo'lmagan edi. bu nachalada, ana bu hamkorlik nachalasi bo'ldi. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Sog'lig'ingizni Bo'ldi. Va kuyovga topshirib ketmoqchisiz yaxshi. Xudo xohlasa. sog' salomat bo'linglar. O'tiringizlar, borasizlar. Bu yerda ham enerjiyasida uyda mehmonlar kutyapti. Gap yo'q. Endi bo'lmaslik bo'lmaydi.